Hech o'ylamagandim Kia Carnival shunaqa ahvolga kelib qoladi deb. Kreditga olingan mashina egasi to'la olmagan qaytib kelgan. Kia Cavishni qaranglar. Tagiga qaranglar, tagiga osilib qolibdi. Mana buni kapotidan urganmi, nimadir qilgan mana. Yo qasddan qilganmi, yo nimadir qilgan. Orqaga qaytib kelgan bu mashinalar. Shuncha mana inomarkalar, u yerda Sarento'lar ko'rsam, Sarento, Captiva Tour shunaqalar ham bor. Mana bu yerda Malibular zo'rlari bor ekan. Mana bu Matoviy. Bu ham kreditga olingan, bir nimani qilgan, qaranglar, tuning qilgan, nakleyka yopishtirgan. Даже disklargacha qoraytiribdi. Oxiri yana qaytarib bergan kreditdan qayerdan olgan bo'lsa. Mana bular qaranglar, qanaqa zo'r Malibular. Do'stlar, iloji boricha hech qachon kreditga olmanglar. Agar shu mashinalarni xohlasangiz, Telegramda mana shunaqa spiskasini narxlari bilan tashlab qo'yaman. Ularni o'sha yerda ikkitasini qaysitasini narxi chiqmagan. Mana bunisini ko'rdim, Malibuni 200 qancha ekan shu yerda? 200 millionmi, 210 millionmi shunaqa atrofda turibdi. Bu yerda ham mashinalar ko'p rosa. Kanalimizga podpiska qilsangiz, hammasini ko'rib borsangiz bo'ladi videolarni. Mashina rosa ko'p. Agar xohlasangiz boshqa joylardan ham mashina chiqaraman. Arzon mashinalar. Buni lokatsiyasi mana bu spiska Telegram kanalida bo'ladi. Sal teparoqqa chiqsangiz ko'rasiz, agar boshqa postlar bilan yopilib qolgan bo'lsa o'rtoqlar.